Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 28-maydan 4-iyulga ob-havo ma'lumotlari qanday bo'lishini e'lon qildi. Bunga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol shartdan sekundiga 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 28-31 may kunlari ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda chang to'zonlar ko'tariladi. Haroratlar kechalari 28-31 hamda 4-iyul kunlari 15-20 darajagacha ko'tariladi. 29-30 may kunlari esa 18-23 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 30-35 darajadan 33-38 darajagacha o'zgaruvchan bo'lib turadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqatgina 28-may kuni Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 28-30 may kunlari 15-20 daraja, 30 may, 4-iyul kunlari 18-23 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 28-may kuni 27-32 daraja, 29-may, 1 hamda 4-iyul kunlari esa 30-35 darajadan 32-37 darajagacha o'zgaruvchan bo'lib turadi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. 28-may, 1-3-iyul kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 29-31 hamda 4-iyul kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 28-29 may kunlari 15-20 daraja, 30-31 may kunlari 13-18 daraja, 1-dan 4-iyul kunlariga esa 16-21 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 28-may kuni 27-32 daraja, 29 hamda 1-4-iyul kunlari 30-35 daraja iliq bo'ladi. 30-31 may kunlari esa 32-37 daraja iliq bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.